Akalar ko'p kelishadi, spiral uzilib ketgan. Ko'pchilik qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu yoq tomoni zavodga o'tiribdi. Mana bu yoq tomonni yechib, boshqatdan to'g'rilab berdi hozir mana. Payka qilib, ustini keyin izolentada yopib turib, yana joy-joyiga shtekrini tiqib qo'ydi. Okey. Sizlarda orqa oynalarni podogrefi agar ishlamay qolgan bo'lsa, yo uzilib ketgan bo'lsa, bemalol Ustunli Proga murojaat qiling. Mana shunaqa narsalarni ham qilib beramiz. Buni eskidan 2008-yildan beri bu narsani payt qilib kelamiz. Ko'pchilik mashinalarda uzilib ketadi. Ko'pchilik bilmaydi buni qilsa bo'ladigan, keyin bir xilla qilib qo'yayotgan ekan. Ko'p labovchilarda ko'rganman, ustiga qo'llarni qo'yib turib, shunday fenda qizdirib yopishtirib qo'yadi. U ham ushamaydi. Kimdirlar super kley qilib qo'yayotgan ekan. Okalar, bu haqqoniy qilib, o'zini kitobiy yo'li bilan payka qilinadi. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, orqa spirallarda mana shunaqa tochkalar uzilib ketgan bo'lsa, Ustunli Proga murojaat qiling. Mana shunaqa sifatli qilib ishlarni bitirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.